qarz olgan odam, qarzdor odam shuni yaxshi eshitib olsin. Qarz bergan inson do'stimiz bo'lsin, qarindoshimiz, begona bo'lsin, kimdir bizga qarz berdimi, ana o'sha inson bizga katta yaxshilik qildi. Kerak bo'lsa ota-onamiz qilmagan yaxshilikni qildi. Bir insonga qarz so'rab boring, mayli qiynalibsiz deb sizga pul bersa, u insonni haqqi, hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak. Qana ma'noda? Har o'tganda soyasiga salom bering demoqchi emasmiz. Demoqchimizki, uni haqqiga rioya qiling. Muddat keldimi, bering pulni. Avvalo. Muddat keldimi, telefon qilyaptimi, ko'taring. SMS yozyaptimi, labbay deyish kerak. Javob qilish kerak, uni diqqat qilmasdan. Keyin u ham teskari to'nni kiyib oladi, endi mendan ko'rasan deyapti. Umuman qo'shib bermayman, muddat ham qo'shib bermayman. Endi nima deyapti? Kerak bo'lsa urib yurib olaman deyapti. Qarz olgan odam Xudo xayr bersin, Xudo insof bersin, Xudodan qo'rqish kerak. Xudodan qo'rqish kerak.